Barakalloh bolam, baraka top. Biron narsa sezmadingizmi, Mirshab janoblari? Sezdim, havo birdan sovib ketganday bo'ldi. Yo'q, havoni emas. Ana u tilanchini aytyapman. Biron narsa sezdingizmi? Yo'q, oddiy tilanchida. U sizga barakalloh bolam dedi. Yoshingiz undan kichkinaligini qayerdan bildi ekan? Ziyrak odam ekan-da. Qarang, ko'zi ko'rmasa ham sezgisi juda kuchli ekan. Siz uni nogiron deyapsiz, lekin to'piqlari top-toza. Kuni bilan tilanchilik qilib yuradigan odamning oyog'i shunaqa toza bo'ladimi? Aytmoqchisizki, iya. Qani u bir pasda qayoqqa yo'qoldi? Yaxshilikcha aybingni tan ol. Shunda o'zingga yaxshi bo'ladi. Men Yevropa qo'shinida xizmat qilaman. Arabchani yaxshi bilaman. Qo'mondonim meni vaziyatni o'rganib kelgin deb yuborgan edi. Nega aynan masjidning yonida turibsan? Chunki masjid musulmonlarning qalbi hisoblanadi. Masjidga kelganlarga qarab davlatning qudratli yoki zaif ekanini bilib olish mumkin. Masalan, u yerda nimani bilib olish mumkin? Masjidga ko'proq keksalar, qari chollar kelsa, demak, e'tiqodingiz yaxshi emasligiga va dushmanga qarshi jang qilishga kuchingiz yetmasligiga dalil bo'ladi. Aksincha bo'lsa, xulosa ham aksincha bo'ladi. Ya marhaba.